Hamma yoqqa ko'rsatdim, davlenasi bor deyishuvdi. Endi yo'g'asa meni davlenani tushiradigan dorilar berishdi. Uni kuyib berdim. Endi televizorlarda mana Toshkentdan kelar ekan, shunaqa deyishuvdi. Aytdim, ulam şeyga olib boringchi. Allohim ko'zim yaxshi bo'lib qolsa dedim. Bunaqa dasturxondagi qo'shiqlarni ham ko'rolmay qoldim. Qana bo'larmikinman, dod bermikinman desam, ovozimni ham chiqarmadim. "Ana bo'ldingiz hojiina" deydilar. "Bo'ldimi? Prosta bo'ldimi?" dedim. Qarishqibda tushibala chaqqancha ham bo'lgan yo'q. Men o'sha sezmadim. Qo'llari yengil bo'lsin. Rahmat. Xulasa mana prostalar yaxshi o'tdi. Doktorlarimga men katta rahmat aytaman. Farzandlarning orzu-havasini ko'rishsin. Hoji ota, hoji ona bo'lsin. Oilalar bilan tinch o'tsin.